Hammaga assalomu alaykum, hurmatli jononalar. Aynan mana shu savollar javobi. Men necha yillardan beri, 19 yillardan beri shug'ullanayotgan bo'lsam, men ayollarni trenajyorniy zalda ham body buildinglar bilan ham ko'p shug'ullantirganman va shuni tushunib yetganmanki, hamma ayol ham bir xil 100% body building qabul qilmasligini, ham ruhan, ham jismonan. Body buildingda asosan aniq tochkaga aniq ishlanadi, 100% aniq ishlanadi va ozgina silniy bo'ladi, qiyinroq mashg'ulotlarni iloji boricha ko'p dam olmagan holatda bitta boshlaganda tirillatib qilish kerak bo'ladi, lekin bizning o'zbek ayollarimiz dam olib o'rtada suvlarni ichib, bemalol yozilib, birpas gap sotib keyin ishlashadi. Ularning orqasida ketida davay, turing o'rningizdan qilib yurishingizga to'g'ri keladi. Keyin men programmamni o'zgartirganman. Mix fitness qilib, hamma narsani ichida qiladigan qilib, pozitivniy bo'lishi uchun yanada